Assalomu alaykum. Qaysizlar? Hammaga. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshimi? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Ish kuninglarni yaxshi boshlab oldinglar. Bugun sizlar uchun chiroyli qilib makiyajlarimni qilib, aytganimdek va'da dedi. Shlemlarimni taqib storieslarga chiqdim. Xudo xolasa yana kun sanab yotibman. Yana 1 kun, 2 kun, 3 kun qilib. Xudo xolasa yana 10 kun vaqtim qoldi. 10 kundan keyin уже bir motimni zavat qilaman. Mani sizlarga zo'r yengilliklarim bor. Hozir bitta aytib beraman. Men boru shu oynamni sizlarga shunaqa gapirib chiqishimni shunaqa sog'ingan ekanman. Mototsiklim uchun alohida shkaf qilib qo'yganman. Uning ichida shlemlarim, har xil narsalarim turadi. Har kuni shuyman. Oy, deyman, kun sanayman. Operatsiyalarimni ham zo'r o'tkazib oldim. Hozir уже kimlarim alishtirib, mashinamni qilaman. Keyin yana bitta muhim ishim bor. Bundan keyin onajonimlar bilan biz restoranga boramiz. Уже qo'yib boraman. Keyin bitta ma'lumot aytib qo'ymoqchi edim. Bizning konkursimizni bilasizlar, g'olibini уже aniqlab qo'yganmiz, lekin bizning g'olibimiz kelib, modlarini olib ketishlari kerak edi. Avariya bo'lib qoldilar. Endi nasib ekanda, Xudo xolasa 10-yanvarga keladigan bo'lganlar. 10-yanvarda kelsalar